Viloyatimizda fuqarolarni savdoda chek talab qilishga rag'batlantirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasida shaffoflikni ta'minlash hamda halol raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan ilk yutuqli chek o'yini o'tkazildi. Chekni talab qiling, avtomobil yuting shiori ostida tashkil etilgan o'yinda minglab fuqarolar ishtirok etdi. G'olib esa tasodifiy tanlov asosida aniqlandi. Xorazm viloyatida o'tkazilgan mazkur ilk yutuqli chek o'yinida 185.950 nafar ishtirokchi tomonidan 1.913.733 ta chek ro'yxatdan o'tkazildi. Yutuqli o'yin g'olibi esa Xiva shahridagi Arda Xiva majmuasida qovun sayli festivali doirasida tashkil etilgan konsert dasturida tasodifiy tanlov asosida aniqlandi. Unga ko'ra, bosh sovrin Xonqalik Qodirberdi Yusupovga nasib etdi. U yutuqli o'yinning bosh sovrini Damas avtomobili sohibiga aylandi. Xarid qilgan vaqtimda chekini talab qilib olib, soliq ilovasidan ro'yxatdan o'tirdim. O'yin bo'lishini hech qanday xabarim yo'q edi. 820 da birinchi marta qo'ng'iroq bo'ldi. Bu qo'ng'iroq izi uzilming kelavergandan o'zim ham qo'rqib firibgarlar deb o'yladim-da. Ona qarab telefonni qo'shdim men. Oilam bilan, bolalarim, aqtiqlarim bilan hammamiz so'nib boshimiz osmonga yetdi. Shu davlatimiz tinch bo'lsin, davlatimiz tinch bo'lsa, farovon bo'lsa, ana shunday katta tadbirlar bo'ladi, katta yutuqlar qo'yiladi. Shu davlatimiz boshida turgan prezidentimizga, viloyat rahbarlariga, soliq qo'mitasiga, soliq boshqarmasi organ xodimlariga hammaning ishini omad tilayman. Xo'sh, fuqarolar xizmat ko'rsatish yoki savdo shoxobchalaridan chek talab qiladimi? Yutuqli chek o'yini haqida ma'lumotga egami? Har doim olib turibmiz. Qanday bo'lmasin, qayerga borsak talab ham olamiz. Yutuq chiqadi degan, mashin chiqadi, xolodilnik, televizor, velosiped qo'yadi, yutuqda o'ynaladi degan gapni biz eshitmayapmiz. Bu paytlar talab etamiz, bu paytlari o'zlari beradi. Hamyurtimiz Damas tupanini eshitib, bizlar ham shu soliq ilovasi orqali cheklarni o'tashni davom ettiramiz. Agar nasibamiz bo'lsa, bizlar ham oila-a'zolarimiz bilan cheklanib turgan holda qimmatbaho sovg'alarni egasi bo'lishni xohlaymiz. Bundan doimiy foydalanib kelamiz, sababi 1% cashback zarar etmaydi. Cho'ntagimizga qo'shimcha daromad. Chekimni skanerlab pulni olaman har oy 25-ida. Albatta, sotuvchilarni o'zlari chekni berishadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati hududida joylashgan tadbirkorlik subyektlari shoxobchalarining savdo va xizmat ko'rsatish uchun qilingan xarid uchun taqdim qilgan QR kodli, ya'ni onlayn nazorat kassa texnikasi orqali berilgan xarid cheklarini soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatda o'tkazilgan taqdirda siz yutuqli o'yin ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. Mazkur o'yin joriy yilning 1-iyulidan boshlab amalga oshirila boshlandi. Har bir qilingan xarid uchun yoki qilingan xizmat uchun QR kodli cheklarni talab qilib olish va soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatda o'tkazib, yutuqli chek o'yin ishtirokchisini aylanishingizni so'rab qolamiz. Tadbir davomida eng faol ishtirokchilar ham rag'batlantirildi. Jumladan eng ko'p chek ro'yxatdan o'tkazgan tadbirkor, eng ko'p chekni ro'yxatdan o'tkazgan yosh fuqaro hamda eng ko'p chekni ro'yxatdan o'tkazgan fuqaro qo'shimcha nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandi. Bu kabi yutuqli chek o'yinlarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni chek talab qilishga rag'batlantirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasida shaffoflikni ta'minlash hamda halol raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Xullas, chekni talab qiling va uni soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazing, balki navbatdagi avtomobil sohibi aynan siz bo'larsiz.